Assalomu alaykum aziz obunachilar. Shuhrat akamiz ulab bergan yong'oqlari holati Qo'qondan Namangan Kosonsoyga kelib ulab berganlar. 20-martda kelib ulab bergandilar. Mana bugungi chisla 10-may holati. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa 100% ko'kardi. Mana holatini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana qolgan tuflarga ham ulataman. Keyingi yilga endi xudo xolasa Shuhrat akamga kelib ulab bering deb iltimos qilamiz. Ulab beradilar xudo xolasa. Mana yong'oq hosili ham bor ekan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shu yilga ulangan yong'oq. Effekt juda 100% dahshat. Kutilmagan natija, ammo aytuvdilar 100% xudo xolasa ko'karadi deb. Mana 100% oldi. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Mana shu yong'oq ham ulangan. Mana hammasi ko'karib turibdi. Endi manaqdagilarini ham xudo xolasa bu yildan keyinga ulab beradilar. Bunisida ham hosili bor ekan. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Mana bu ham ko'kargan. Holati yaxshi. Endi avjib ketadi. Zo'r. Bu ham ko'kargan. Avji yaxshi. Endi hattab ketadi. Bu ham ko'kargan. Ko'kargan hammasi. Ko'rib turibsizlar, deyarli hamma tupi ulangan tupni ko'rsatib chiqdim. Hammasi ko'kargan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Natija respekt.